Assalamu alaykum, hörmətli televizor görgüçülər. Dünya Uyğur Qurultayı Tor televiziyasının günlük xəbərlər proqramımıza xoş gəldinizlər. Mən İftixar Abdurşid. Hörmətli görürmənlər. Tövəndə diqqətinizlər günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatıda bolsun. Oldimizdagi ayda Janvada boshlangan BDT kishilik huquq kengashining 51 qatimliq umumiy yig'inida Uyg'ur irqiy qirg'inchiligining takror kun tartibga ilib kelinishini va BDTda Uyg'ur masalasini qo'llaydigan davlatlarning sonining yanama ko'payishini qo'lga keltirish va BDT kishilik huquq oliy komissarligining Uyg'ur vaziyati haqidagi umumiy doklatining tezroq e'lon qilinishiga haydakchilik qilish maqsadida 29 avgust kechda Janvaga yetib kelgan Dunyo Uyg'ur Qurultayining raisi Dolqin Ayso boshchiligidagi qurultay hay'ati 30 avgust kuni tushdan keyin 12 davlatning BDTda doimiy turishliq elchilari bilan ko'rishib suhbat olib bordi. Qurultay raisi Dolqin Ayso, Qurultay fondining raisi Abdujalil Ahmad, Qurultayning bayonotchisi va Qurultay ayollar komitetining mudiri Zumratay Erkin va Qurultayning program yetakchisi EFA, Amerikadagi Uyg'ur kishilik huquq qurilishining program yetakchisi Peter Evinlardan tarkib topgan Qurultay hay'ati 30 avgust tushdan burun Janvadagi BDT zalida BDT kishilik huquq oliy komissari Michel Bachelet tarafidan o'tkazilgan va har qaysi ellarning BDTdagi doimiy elchilari taklif qilingan xo'shlashish yig'iniga qatnashgan edi. Qurultay hay'ati 12 davlatning BDTdagi doimiy turishliq elchilari bilan ko'rish ilib borgandan keyin stansimizning maxsus ziyoratini qabul qilgan Dolqin Ayso apandim bu haqda ma'lumot berib tovandikilarni bayon qildi. İnsan Hakları Komitesi'nin 51. katılımlık yig'ini 9. ayının 12. başında bu yig'indan burun tayyorlik xizmatları qilish uchun Dunyo Uyg'ur Qurultayi va Uyg'ur kishilik huquq projektidan bir buyuk hay'at Janvaga kelib, bundan buyon bazı kısım faaliyetlerimizi devamlaştırdık. Asas maksudumuz 51. katılımlık yig'inda yeni kishilik huquq komissari ish boshlaydi. Uningdan burun tayyorlik xizmatlarini qilib, başlarının ilan qilmagan dokladini en qisqa vaqtimizda ilan qilish uchun davlatlarni harakat qilish maqsad bilan keldik. Bundan buyon nurg'ulg'an davlatlarningki bu yerdagi diplomatlar bilan, elchilar bilan ko'rishdik. Bugun Amerika, Angliya, Lüksemburg, şunun o'xshaydigan Norvegiyaga o'xshaydigan 12 davlatning diplomatları bilan uzun bir suhbatimiz bo'ldi. Qanday qilib Uyg'urlar duch kelayotgan bu irqiy qirg'inchilik masalasini Birlashgan Davlatlar Tashkilotida ilm beradigan bir guruh ekilish masalasida uzun muzokaralarni yapdik. 51. qatimliq inson haqlari yig'inida nimalarni qila olamiz, uni oldini nima qila olamiz degan masalani muzokara qildik. Bu yerdagi bu faoliyatlarimiz juma kuni davom qiladi. Hem bugün Birleşken Devletler Teşkilatı'nın içinde Ali Komiser Bakel Hanım'ın bir hoş güç yig'ini bo'lib o'tdi. Kimini yerim bo'lgan amallar bo'ldi. Çünkü bir kısım devletler, hatta Uyg'ur meselesi qo'llagan devletlerin bir kısmı başlarının ko'p yildan buyon yapgan faaliyetlerini yuqori baholadi. Ama bu yerda Dunyo Uyg'ur Qurultayi, Amnesty Xalqaro kechirim tashkiloti va inson huquq tashkilotlari biz o'rnimizdan qo'rqdik. Korkmay, bunun narazılığımızı bildirdik ama nurgulgan devletler kopup savaşıp alkışladı. Bu bizim biraz sonumuz yerimiz ama bir kısım devletler bu fikir bayan kılışı rap kılıp yüzün narazılığını açık şekilde ispat ediyor. Germanya'ya okuyduğun, Amerika'ya okuyduğun bir kısım devletler, Kanada'ya, Avustralya'ya okuyduğun devletler fikir bayan kılmayı arkalık bunun kısan hizmetlerini yerleştirilmesi yolun kitap oynayınız. Bu mu bizim içindir? Hem de Kıtay diye de Pakistan'a okuyduğun Amerika İslam konferanslarına okuyduğun devletler ve teşkilatlar bir fikir kılıp bunun 4 yıldan bu yan yapılan hizmetlerine ait yukarı bağlıdır. Bununla biz ümitimizi üzmeyimiz. Demek faaliyetlerimiz devam kıldı. Bir yaptım bugün bu olgan faaliyetlerde bir malumat verdim. Amerika ve Tayvan'ın ortak sahipxonligida chaqirilgan 2022 yillik diniy erkinlik munbiri 30 avgust günü Taybey shahrida chaqirilgan bo'lib, Amerika Xalqaro diniy erkinlik komitetining raisi Nuri Turkel bu yig'inda Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi hamda buningga munosabatli bir qator masalalarni alohida ta'kidladi. Nuri Turkel apandim bilan Tayvan prezidenti Tsai Ing-wen xonimning yig'inning ichilish murosimidagi samimiy suhbat ko'rinishlari Tayvan va chet el matbuotlarining alohida diqqatini qo'zg'agan nuqtalardan biri bo'ldi. Yig'inda Tayvan prezidenti
Tsai Ing-wen təbrik nutqu so'zlab, diniy e'tiqod erkinligining eng aqalli kishilik haqlardan biri ekanligini ta'kidladi. U bu haqda qilgan so'zida Tayvan har qachon butun kuchi bilan diniy e'tiqod erkinligini himoya qilishga kuch chiqardi dedi. Bu qitimqi munbarda ichilish nutqu so'zlashga taklif qilingan Nuri Turkal apandim, agar Xitoy hukumatı Tayvanni ishg'ol qilsa, bu joyda Uyg'urlar duch kelgan qayta tarbiyalash nomidagi oshqildagi qabihlikning o'ttirg'i chiqadiganligini alohida ta'kidladi. Shuningdek, Sharq Turkistondagi oila judoligi, majburiy emgak qatorli qilmishlarning ayni vaqtdagi Yahudi zo'r qirg'inchiligining takrorlanishi bo'layotganligini, tarixdan savoq olmaganda tragediyalarning qaytadan o'ttirg'i chiqadiganligini ko'rsatdi. U so'zida bu to'g'riliq to'xtalib, Xitoy hukumatining oshkor holda Uyg'urlarga qarshi ijro qilayotgan qirg'inchiligi va insoniyat qarshi jinoyatlari Tayvanga shuni uqtirdiki, sizlarning Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini tadqiq qiladigan vaqtinglar keldi. Tayvanni qo'g'dab qololmasanglar, Uyg'urlar duch kelgan qismat sizlarga mi keladi? Ujmi pish, og'zimga tush deyish sizlarni bu taqdirdan qutuldirib qololmaydi dedi. Ma'lum bo'lishicha, Amerika Xalqaro diniy erkinlik komitetining raisi Nuri Turkalning bu qitimqi ziyorati Amerika Avam palatasining raisi Nancy Pelosi va Kengash palatasining a'zosi Marsha Blackburn Xitoyning qattiq hayvi ko'rsatishiga qaramasdan Tayvanda rasmiy xizmat ziyoratida bo'lgandan keyin o'ttirg'i chiqqan yana bir yuqori darajalik Amerika hukumat amaldorining Tayvandagi xizmat ziyorati hisoblanadi ekan. Uyg'ur kishilik huquq qurilish tarafidan 28 avgust kuni e'lon qilingan Uyg'ur majburiy emgaki orqali ishlab chiqarilgan meva-cheva mahsulotlari, Amerikaga kirish cheklangan mahsulotlar Amerika yemeklik do'konlarida nomli maxsus tekshirish doklati Amerikada kuchli inkas qo'zg'adi. Mazkur doklatda yer shari ta'minlash zanjiridagi 20% quruqchilarning Uyg'ur majburiy emgakiga chetishlik ekanligi o'ttirib qo'yilgan. Doklatda yana Uyg'ur majburiy emgaki orqali ishlab chiqarilgan 70 xil markadan ortiq chilan mahsulotlari Amerikaning yemeklik do'konlarida qonunsiz sotilayotganligini. Buning ichida Amerika poytaxti Washingtonning o'zida oz deganda 7 o'rindagi Osiyo mollari do'konlarida sotilayotganligi bildirilgan. Amerika prezidenti Joe Biden o'tgan yili 12 oyda imzo qo'ygan Uyg'ur majburiy emgakining oldini olish qonuni bu yil 21 iyundan boshlab rasmiy ijro qilinishga boshlagan edi. Mazkur qonunga asosan Sharq Turkistonda ishlab chiqarilib, Amerikaga import qilingan har qanday mahsulotning Uyg'ur majburiy emgaki bilan chetishligi yo'qligi qoyil qilarlik dalillar bilan isbotlanmoqcha Amerika tamojnasida tutib qilinadi. Dokladda ko'rsatilishicha, Uyg'ur majburiy emgakiga chetishlik chilan mahsulotlarining oz deganda 3 markasining o'ralmasiga Bingtuan mahsulotlari deb yozilgan ekan. Bu ashu mahsulotlarning Amerika jazo tadbiri qo'llangan Xinjiang ishlab chiqarish qurilish Bingtuan tarafidan ishlab chiqarilganligini ko'rsatadi ekan. Amerika hukumatı 2020 yil 31 iyul kuni Bingtuan va uning yuqori darajalik 2 nafar amaldoriga yer shari magnitski qonuni bo'yicha jazo tadbiri qo'llangan bo'lib, Amerika shirkatlarining bu o'rin va kishilar bilan har qanday shaklda savdo aloqa qilish cheklangan. Mazkur dokladni tayyorlagan Uyg'ur kishilik huquq qurilishining tadqiqotchisi Nuzugum Setivaldi Uyg'ur kishilik huquq qurilishining bu haqda qilgan bayonotida mundaq deb yozgan. Uyg'ur majburiy emgakiga chetishlik mahsulotlarning Amerika yo'l qo'ygan shuncha qattiq cheklash qonunlariga qaramasdan yana Amerika bozorlariga kirishi kishini hayron qoldirdi. Bu odatdagi iste'molchilarni ig'ir kishilik huquq dafsanchiligiga sherik qildi. Dokladda deyilishicha, Sharq Turkiston ko'pincha mevalar keng ko'lamli paxta etizliqlarida yondosh o'stirildi ekan. Chilan ko'chatlarining paxta zarliqlarining qirg'i tikish eng ko'p uchraydigan birlashtirib terish shakli hisoblandi ekan. Ilgirki dokladlarda paxta ishlab chiqarishning majburiy emgak chetishlik bo'lish nisbati eng yuqori ekanligi o'ttirib qo'yilgan. Mazkur dokladda chilan mahsulotlarining paxta mahsulotlari bilan o'xshash darajada majburiy emgak chetishlik ekanligi ilgari surilgan. Uyg'ur kishilik huquq qurilishining doklad e'lon qilingandan keyin Amerika Uyg'ur birlashmasining a'zolari doklad tilga ilingan rayonlardagi Osiyo mahsulotlarini sotadigan do'konlarga berib tekshirish ilib borgan. Amerika Uyg'ur birlashmasining raisi Elfidar Iltabir xonim bu vaqt matbuotlarga bildirishicha, o'zi tekshirish ilib borgan Virginia shtatidagi Osiyo do'konlarida haqiqatan Sharq Turkistonda ishlab chiqarilgan chilan mahsulotlarini bayqagan. Dokladda deyilishicha, Xitoydan kirgizilgan nurg'un chilan mahsulotlari torda Xinjiang yoki Xitoy degan kategoriyada sotildi ekan. Ba'zi chilan mahsulotlarining turi haqidagi tushuntirishlarda yana Xotan, Qog'iliq, Oqsu, Qumul qatorliq shaharlarning nomlarini aniq qilib yozilgan ekan. Dokladning oxirida iste'molchilarning mahsulot belgisini cho'qim tekshirish kerakligi, agar o'ralmada Bingtuan yoki Xinjiang tilga ilingan bo'lsa, sotquchiga bu mahsulotlarni setishning Uyg'ur majburiy emgakining oldini olish qonuni bo'yicha qonunsiz ekanligini ogohlantirishi alohida tavsiya qilingan.
CNN торының xabar qilishicha, Amerika Xitoyning bir balvoq bir yo'l planini bechit qilish qadamini bosgan bo'lib, Amerika prezidenti Jo Bayden bu yil yozda Amerikaning oliy darajalik amaldorlari bilan birlikda dunyoni aylanib, nomrod davlatlarga necha yuz milliard dollarlik yordam beradiganligini va'da qilgan. Kuzatuvchilar buni Xitoyning bir balvoq bir yo'l plani bilan raqobatlashish va uni to'xtatish qadamining boshlanishi deb qaramoqda ekan. Xitoyning bir balvoq bir yo'l planida Sharq Turkistonning o'rni nihoyat muhim bo'lib, Xitoy hukumatı Uyg'urlarni bu planning o'ngishli ilib berilishi uchun yoshirin xavf va to'salg'i deb qaragan va oshqo'llikqa qarshi turib bir balvoq bir yo'l qurilishining bexatarligiga kafolatlik qilish deganni bahona qilib, Sharq Turkistonda jazo lagerlarini ta'sis qilib, keng ko'lamli tutqun harakati boshlatgan edi. Amerika tashqi ishlar ministri Antony Blinkenning bildirishicha, Amerika prezidenti Jo Bayden 6-oyda 7 davlat guruhidagi davlat rahbarlari bilan ko'rishganda, nomrod davlatlar bilan bo'lgan ul asliya qurilishidagi farqni azaytish, 2027-yilgacha buning 600 milliard dollar mablag' ajratish haqida o'rtaq va'da berishgan. Amerika buningga 200 milliard dollar ajratilganligini bildirgan. Antony Blinken yana Amerikaning Afrikaga yordam berish planini oshkorlagan bo'lib, har qanday davlatning o'z ehtiyojiga qarab mablag' kirgizish, qarz ishlarida ochiq oshkora, lilla bo'lishini talab qilish huquqi bo'lganligini bildirib, Xitoyning bir balvoq bir yo'l planidagi qarz to'zqini yoshirin tanqidlagan. Xabarda ko'rsatilishicha, Xitoy 10 yildan beri bir balvoq bir yo'l qurilishiga ko'plab mablag' selayotgan bo'lib, Amerikadagi William Murray tadqiqot markazi IDATAning iz qo'g'lab tekshirishicha, Xitoy 2013-yildan 2017-yilgacha bo'lgan 5 yil ichida har yil 85 milliard dollar sarf qilib, O'rta Osiyo, Janubiy Osiyo, Afrika, Latin Amerikasi va bir qism Yevropa davlatlarida ulaslar qurilishi ilib borgan. O'rta Osiyo davlatlaridan kesib o'tib, Turkiya orqali Yevropaga tutishadigan temir yo'llar, Qashqardan Pokistonning Gwadar portigacha boradigan temir yo'l iqtisod koridori, Afrikadagi Papua Yangi Gvineyadan Keniyaga qadar silingan yuqori sur'atli tosh yo'llar, Sri-Lankadan G'arbiy Afrikaga qadar qurilgan dengiz portlari, Latin Amerikasidan Sharq Janubiy Osiyoga qadar ta'minlangan uchur aloqa aslalari buning o'rnaklari hisoblanadi ekan. Garchi Xitoyning g'oyat zo'r mablag'i yuqorqi davlatlar tarafidan qarshi ilinsa-mu, amaliyotda buningga Xitoyning qarz to'zg'i yoshiringan bo'lib, u davlatlarni qarzga bo'g'ib qo'ygan. Aydata Xitoyning yoshirin qarzi haqida ma'lumot bergan bo'lib, uningda ko'rsatilishicha, Xitoydan qarz olg'uvchilar hukumat emas, balki ma'lum turni hoddiga olgan xususiy shirkatlar yoki korxonalar ekan. Ammo qarz hujjatiga hukumatning bu shirkatlarga kafolatchi bo'lganligini yozish talab qilindi ekan. Agar qarz olg'uvchilar o'lcham yetkazib ish qilmasa, bu qarzni to'lash mas'uliyati shu hukumatga yuklandi ekan. Natijada bir balvoq bir yo'l ramkasiga kirib qolgan nurg'un davlatlar Xitoyning qarz to'zg'iga tushgan. Chirik hukumatlar qarzga patqan. Sri-Lankada xalq hukumatga qarshi qo'zg'algan. Malayziyada Xitoy bilan Malayziya birlashib mablag' solgan dengiz bo'yi shaharchasining o'ltiroq bino qurilishi to'xtab qolgan. Yana ba'zi davlatlardagi qurilishlar ostlab qolgan va Xitoyning mablag'iga qarashli bo'lib qolgan. Aziz ko'ruvchilar, yuqorida diqqatingizga Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'r televiziyasining kunlik xabarlar programmasini sundik. Keyin qitimliq sonimizda ko'rishaylik. Aman bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.